Bunları bilmegenler ham ko'pda. Bunday daruz urug'lar bor ekan. Bu qancha gramm bunaqasi? Yarim kilo bo'ladi. Nimalar bu? Qanchadan? Pomidor, mana pomidorlar bor, gibrid. Bu qanchadan? Bu kilosi. Pachkasi 1200 so'm. Pachkasi 1200 so'm. Arzon urug'lar ham bor. Malalar qon urug'lar, pomidor. Qaruz urug'lar qanchadan? Bu yoqda shu nomerini yozib qo'yib qo'ydim. 2,5 mingdan 6 minggacha bor. Qaruz ekasizsiz? Qaruz ekanmi? Qanaqasini ekdi, joyinda ekasiz. Men Shu plyonka nimasining nomerini yozib. Qayerda joyingiz? O'sha men joyda shunda o'chi. Mana ushlab turasiz. Mana bankani jo'g'otdaydi. Siz nomni hisob bering, bir ekib ko'rasiz. Bu ne degan urug'dan bu? Biz Amerikaniki. Bayağı turadi. Depar gibrid bu. Bu paketda ochdim. Ya 40 ga yetib turmaylarida bir yaxshirog'ini. Biz buni sizga isitanaga beramiz-da. Bunalarni ekib ko'rasiz-da, bir urug' olsangiz. Bo'lmasa olib olamiz, bizda arzon urug'. Olamda. Gibrid. Bayrab tursin. Maka urug'lari 958 bor. 40 soatga yetadi aqllarga. qanchadan? Kilogramm. 40 soatga ekib berdik-ku, bir Qanchadan ekasiz? Ispaniyalga yo'q. Hozir injirga qanday egnadi? Maka urug'imiz qanchadan? Yaxshi. Amerikanskiy yo'q. Amerikanskiy yo'q hozir. Ne degandan bor? Hozir baqa bor, 958. Biz bankalarimiz Bu qancha pul? Bu 220 so'm kilo. Bu Xitoy bu. Yo'q, aytdilar. Zo'r aytdilar buni. Xitoy 220. Arzon aytdilar. Tarvuz urug' qancha bo'ldi? Ilyos kelib ko'rsam, tarvuz urug'lar 2,5 mingdan 6 minggacha bor tarvuzlar. Sizga 40 so'tga bir yo'l mashinadan bering unda, eking. Ish qayerda sizniki? Yaxshi. Qarasida biz. Qarasida qayerda? Ertesda. Ertesda. Telefonlar. Men tarvuz urug'dan olammi? Tarvuz urug' maka urug'lar bor ekan.